Hozir. Aha, mana endi boshla. Assalomu alaykum. Men Bositova Mukarram Respublika infeksion больницасida ishlayman. O'zimni onam orqali keldim bu yoqqa. Shu ancha yil oldin yoqut jiyanimlar tufayli bu yoqqa bilganmiz. Sizni borligingizni shu jiyanimni issiq sovuq keyin nima yana to'g'ri homiladorlik jarayonida og'ir kechishi bo'ldi. O'z ko'zim bilan ko'rdim uni. Ketma-ket so'laga oqib turardi. Shunaqa keyin tupurish shunaqa bilan bo'ldi. Shular hammasi xudo shukr yaxshi bo'lib ketdi hozir shu yoqib jiyanim ham. Ikkinchisi Nimadan yaxshi bo'lib ketdi? Mana shu igla terapiya oldi o'zingizdan kelib. Shulardan hammasi bo'lib yaxshi bo'lib ana qilib ketdi. Shunda keyin bola ham yaxshi tug'ildi o'zi. Ha, xudoga shukr. Hozir mana o'sha qiz qaysi anaqa bor-ku, Chilonzordagi institutga kirdi. Institutga kirdimi? Mana o'sha homilador bo'lib ko'targan qizi hozir koreyskiy anaqa bor-ku, Chilonzordagi. Yo'q. Singapurskiy. Singapurskiyda hozir mana 2-kursga o'tdi qizi. Mana o'sha homilador bo'lgan qizi. Hamma doktorlar nimalar deyishmadi, masalan, oldirib tashladi deyishdi doktorlar. Shunda o'zi doktorlarni o'zi jo'natgan ekan-da bu yoqqa. Keyin o'shanda anaqada ishlaydigan, pediatriyada ishlaydigan Mapura doktor bor, ginekolog. O'shalar sizga jo'natdilar, yoqitdi. Birinchi biz sizni o'sha yoqit orqali bilganmiz bu yerda. Keyin ikkinchisi qo'shnimizni Sobir aka. Ularni o'sha oxirgi tashxis ularga nima deydi? Shu skoriy keldi-da jinnixonadan. O'shalar kelib olib ketamiz degan paytida men onamlar chiqib, "Yo'q, bu bola unaqa emas, bitta mana shu borib ko'ringlar, Jamshid degan tabib borlar, Bordonko'lda" deb aytdilar. Keyin shu orqali kelishdi. Mana hozir xudoga shukr o'sha Sobir aka ham yaxshi bo'lib ketdi, farzandli bo'ldilar. Birinchi turmushlaridagi ayollari erim bunaqa kasal bo'lib qolibdi deb tashab ketdi. Mana ikkinchisi bilan uylandilar, sog'lom. Mana hozir ikkitami shunaqa farzandlari bor. Sobir aka mana o'sha o'zlarining ishlariga katta zil haydinglar, o'shanga yana qaytganlar, ishlayaptilar hozir. Hammasi yaxshi. O'zimni mana ammamlar, ular shu umurtqa anaqasi bilan grija, keyin oyoqda shu sinovial suyuqliklar kamayib ketib, shulardan kelganlarmi. Ular yaxshi bo'lib ketdilar, ular ham mana o'sha kasallikdan keyin ancha vaqt yaxshi yurdilar. Endi Allohning irodasi bilan o'tdilar ammamlar. Keyin yoqitni